Bo'lmasam boshladik. Men bozorga qarashim, umumiy holatlar haqida potensial nimalarda aytib o'taman. Hop, demak, Bitcoin bo'yicha men hali ham shu o'z pozitsiyamdaman. Ya'ni men aytganda mana shu $74,500 tana bilan mana bu holatda buzilmagungacha men bozorda bo'lishlikman deb aytgandim bu yerda. Va bunga misol uchun mana shu necha bir где-то 90 mingdan beri aytib kelyapman. Ya'ni 90 ming emas, 95 mingdan beri mana shu oylikdagi FBga to'lgandan beri toki mana shu buzilmagungacha men bozorda umumiy Bitcoinda bo'lsin, boshqa bozorda bo'lsin, kripto bozorda bo'lsin burilishmanda. Sabab nima uchun desa, mana o'zimiz ham ahamiyat bersak, oxiriga minimum shu yerdan boshlangan va o'ziga maksimum o'rgatdi va bu sog'lom korreksiya hisoblanadi. Ya'ni buni gohida likvid qilib, fitil bilan olib, tana TVda berkilib, yana dars chiqib qolishligi ham mumkin. Shuning uchun menga buni tana bilan olishligi muhim. Hop, endi haftalikka o'tsak, haftalikda bu yerda bizda nima bor edi? Order blok bor edi. Ya'ni order blokimiz va mana shu order blokka test qildida bu yerdan hozirchalikka kuch olib, reject olib chiqib ketyapti. Bu yaxshi, ya'ni bugungi haftaligimiz yaxshi boshlandi degan. Hop, endi bitta narsa haftalik bo'yicha, ya'ni bizda oylikda hali burilishlik tendensiya yo'qolmagan Bitcoin bo'yicha. Haftalik bo'yicha albatta biz bilamiz, ya'ni bizda struktura o'zgarishi bor, haftalik tendensiya yo'qolganligi bor. Shuning uchun bizga endi bu o'sishligimizda, ya'ni mana bu o'sib yana dalshi shu yerdan hozir birdaniga ATH qiladi deb kutolmaymiz. Sabab bunga bir nechta protokollar bor. Lekin bu o'sishlikda bizga qarshilik qilib beradigan joylar bizda shu 98 ming, 99 ming bilan 100 ming dollar atrofida. Sabab nima desa, ya'ni boshqa yangi boshlaganlar bo'lsa oramizda bu bilim bo'lib qoladi. Breaker blok hisoblanadi. Ya'ni bu yer bizga oldin support bo'lgan, support ushlab qola olmaganligi uchun endi qarshilik bo'lib beradi. Bu birinchi qarshilik zonamiz. Deylik, narximiz hozir shu joylarga kelib, bu yerdan reaksiya olib yana pastroqqa tushishimiz ham mumkin bo'ladi. Endi bu yer bizga hech qanaqa qarshilik qila olmasa, demak bizda ikkinchi umumiy holatda bizda qarshilik zonalarimiz mana shu joylar bo'ladi. Ya'ni 108 mingdan toki 116 ming dollargacha bo'lgan joylar biz uchun qarshilik, ikkinchi va kuchli qarshilik zona hisoblanadi. Birinchi 100 ming biz uchun juda muhim va juda qarshilik bo'lgan zona. Mana shu joy yorib o'tilinsa 108 mingdan toki 116 ming joylari biz uchun juda qarshilik bo'lgan joylar hisoblanadi. Ya'ni biz nima degani, bu yerdan biz savdoga kirsak, narximiz shu joyga kelsa, biz stoplarimizni ko'paytirib, ya'ni stoplarimizni minimallashtirib, foydalarni vaqtida olib turganimiz ma'qul. Buni breakout qilib bersa, yana savdo kiraveramiz. 108 mingdan toki 116 mingga kelgan paytda ham stoplarimizni ko'tarib, foydadagi ko'ylarimizni sotib yoki hali savdoga kirmagan bo'lsak, savdoga kirmasdan sabr qilib turishlikni maslahat beraman. Ya'ni shu joylar bizda qarshilik joylar hisoblanadi. Shu joylarda ham 116 mingni ham breakout qilib bersagina keyin biz yangi ATH kutishimiz mumkin bo'ladi. Ungacha bizga mana shu ikkita gigant qarshilik zonalari bor. Ya'ni bu haftalikda. Endi kunlikka oladigan bo'lsak, bizda kunlikda qarshilik bo'lib beradigan joylar, ya'ni bizda mana bu oralig'ida FVG bor. Bu 98 mingga to'g'ri kelar ekan, ya'ni 96.900 dan 98 minggacha mana shu joylardan ham kuch olib, yana pastroqqa biroz korreksiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bizda mana bugun yaxshi, kecha bugun bozorimiz displacement bilan yurib, ya'ni kuch bilan yurib chiqib ketyapti. Bu yaxshi degani. Bizda nima bo'lishi mumkin? Agar bugungi kunligimiz ham mana shu holatda berkilsa, bizda mana eng yaqin qarshilik zonamiz yorib o'tilinadi va nasib, deylik misol uchun ertaga, indinga yoki bo'lmasam chorshanba, payshanbalargacha, deylik mana shu haftaning oxirigacha shu bitcoinimiz 98 minglarga kelsa, 98 minglarga kelsa va bizga orada FVG qoldirgan bo'lsa, bu qarshilikdan reaksiya olib ana shu FVG gacha korreksiya qilib va dekabr boshiga to'g'ri kelsa, ya'ni dekabr boshida korreksiya bilan boshlab bersa,
va bu oyligimiz bizda visk qoldirgan bo'ladi uzun. Ya'ni bizda mana oylik candleimiz mana bu holatda berkiladi va yonidan yangi dekabr oyi boshlanib bu viskka 20% yoki 50% gacha tushishligi bizda mana bu oralig'ida qolib ketgan FVG ga to'g'ri keladi. Va ana shu FVG da yana reaksiya bersa, yana yuqoriroqgacha mana bu candle tanasi 0.5 gacha chiqishligi ham bu bizni 108 ming, 110 ming dollarga olib chiqib qo'yadi. Mana shu potensial tendensiyada hali ham ana shu o'z pozitsiyamdaman. Toki mana shu yana aytaman 74.500 dollar tana bilan minimalni haftalikda tana bilan buzilmagungacha men mana shu pozitsiyada turaman. Va shuning uchun men bu yerda bitcoinni shu 90 mingdan beri, ya'ni kanalga ham tashlab kelyapman. O'sha olganlarim hali ham turibdi, pastroqda yana olganman. Ya'ni hali ham turibdi. Men long pozitsiyadaman. Ya'ni burilishlik holatdaman. Endi hozir bunga bu texnik analiz, ya'ni bozordagi texnik holat bu yergacha kelib, bu yer qarshiliklar biroz ya'ni korreksiya berib, keyin yana ketishimiz mumkin deb o'ylayman. Yoki bir yo'li korreksiya berib, agar burilishda misol uchun longchilarda kuch topilmasa va bunga makroekonomika ham qo'shadigan bo'lsak, ya'ni makroekonomikada ham yomon holatlar kelsa va shu bilan narximiz yana bitta pastroqqa tushib, umumiy holatda shu pastroqlarda bir qator olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana pastda oldin test qilinmagan support joylarimiz bor. Ana shu joylarda yana bir marta test qilishimiz mumkin bo'ladi. Lekin ungacha biz hozirgi holatda biz bozorga kirib, ya'ni risk qilib yuqoriroqda mana premium diskont tortsak ham, hatto premiumgacha ishlasak ham 100 ming dollar, ya'ni 100 ming dollarga kelishligigacha biza altcoinlarimiz bizda yaxshigina yurib beradi. Ya'ni bitcoin hozirgi holatdan yana bizga 12 ming dollar yurib berishligi, Ethereum bir yana bir 1,5 ming dollar yurib berishligi bu biz uchun juda katta. Ya'ni altcoinlarimizda yaxshigina 20-30% yurib berishligi olib keladi. Mana shu joylarga kelganda makroekonomikalarga, bir yangiliklarga hushyorroq bo'lib turamiz. Sababi bunaqa yangiliklar, ya'ni yomon yoki yaxshi yangiliklar shu joylarda chiqadi. Mana shu qarshiliklarda chiqadi. Yo bu yerda bitta mana shu qarshilikni yorolmay turgan bo'lsa, bitta yaxshi yangilik chiqib, buni impuls bilan yorib o'tib ketib yoradi, yoki bu yerdan bitta yomon yangilik chiqadi, shu bilan yana dalshi pastroqgacha kelishimiz mumkin bo'ladi dekabr oyini boshlariga. Lekin ungacha Xudo xohlasa bozorda burilishlik davom etadi deb o'ylayman. Hop, endi bunga qo'shimcha misol uchun Bitcoin dominansda pul chiqayotibdi, ya'ni bu yaxshi. Bitcoin o'sayotibdi, bu tushayotibdi. Pullar inshaalloh ya'ni sekin-sekin altcoinlarga kirishda boshlaydi. Hop, endi Ethereumda tahlil qiladigan bo'lsak ham, Ethereumda ham shu pozitsiyada turibmiz hali ham. Ya'ni buni kanalga ham signal qilib berganman, Bitcoinnikini ham, Ethereumnikini ham. Bu Ethereum mana ikkinchi take profitni ham olibdi. Ya'ni ikkinchi take profitni 2950 larga qo'ydik. Alloh alam hali olmabdi, ozgina qolibdi. Ya'ni mana shu joylar. Men Ethereumda ham o'sha burilishlik holatimiz, demak buni ham haftalikda ko'radigan bo'lsak, haftalikdagi shu joylar, ya'ni mana breaker bloklar 3200 dollarlarda bizga biroz qarshilik bo'lib beradigan joylar bor. Mana shu joylarda biroz savdoga ehtiyot bo'lib turamiz. Bu yerda breakout qilib bersa, nasib Ethereumda biz yanada yuqoriroqlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizga eng kuchli qarshilik bo'lib beradigan joylar shu 3600 dollarlar bo'ladi Ethereumda. Ya'ni birinchi albatta 3200 dan o'tib olsak Ethereumda 3200 dollardan, undan keyin bizga qarshilik bo'lib beradigan joylar 3600-3700 dollar oralig'i. Uni ham yorib o'tib olsak, nasib Ethereumda bitta ATH kutaveraman bemalol. Ethereumda bitta ATH kutaveraman bemalol. Lekin undan oldin bizga qarshilik bo'lib beradi 3200 dollar va 3600 dan 3700 gacha deylik. Misol uchun 3800 gacha qilsak ham mana shu oraliq biz uchun qarshilik bo'lib beradi. Shu joylardan reaksiya berib tushib ketmay tursa va makroekonomika mana yaxshi holatda bo'lib tursa, hech qanaqa bir bozorga umumiy global aksiya va kripto bozorlarga ta'sir qiladigan bir kuchli yangilik chiqmay tursa, nasib Ethereumda impuls korreksiya qilib sekin nasib mana shu 4000 dollarlargacha va yana bitta ATH gacha bemalol kutsak bo'ladi. Oddiy misol, nima uchun misol uchun Ethereum kechaganda mana bu 4000 dollarda yurganda
juda ko'pchilik yozdi. Abdullo, efirim o'qidim uzoq muddatga. Nima deysiz? Aka, biroz korreksiya qilsachi desak, men uzoq muddatga oldim yoki olsam bo'ladimi deb juda ko'pchilik so'radi. Ya'ni pastroqqa tushishini juda ko'pchilik kutdi. Mana premium diskant tortadigan bo'lsak ham efirimga mana diskant zonaga keldik. Oddiy misol. Diskant zonada misolcha order blokka keldik, mana bu bokslarga keldik. Bu joyda biz risk qilishimiz kerak-da. Shuncha kutdik TVda 3 oy 4 oylab kutdik. Keldi biz kutgan joyga. Endi olmasak bu uyat bo'lar uzoq muddatga. Tem bo'la efirim, tem bo'la Solana, tem bo'la Bitcoin. Mayli siz yangi chiqqan Kuai, AI'larda olibmasdan mana shularda olishimiz kerak-da bunaqa paytda. Ular hype ko'llar, bular fundamental beton bo'lgan ko'llar. Bularni biz uzoq muddatga bemalol olishimiz kerak. 2900-3000 dollar bu juda shikalant narx uzoq muddatga. Endi qisqa muddatmi siz kichkina time frame'da savdo qiling, stop bilan bemalol kirsangiz bo'ladi. Bu uzoq muddatga hech qanaqa stop bo'lmaydi. Siz uzoq muddatga hold qilasiz, investitsiya qilasiz. Lekin bu hozir uzoq muddatga olishlik uchun shikalant narx efirim. Hozir ham kechmas. Agar sizni maqsadingiz uzoq muddat bo'lsa, yillar kutaman desangiz, investitsiya qilaman desangiz, hozir ham kechmas bu. Ertaga kech bo'ladi. Ya'ni 3-4 oydan keyin kech bo'ladi. Bu 4000 dollar tevasga chiqqandan keyin. Chunki unda sizning riskingiz ko'payadi. Hozir esa kam riskingiz. Shuning uchun endi hozir full kiring demayman. Hech yarmi plyus bilan kiring. Hozir bu juda arzon narx efir. Yarmi plyus bilan kiring, yarmi plyus tursin. Mayli bear market boshlanib ketdi ham deng. Ertaga kimlardir o'zi bear market kutyapti hozir. Lekin men kutmayapman. Buni kanalda ochiq o'z pozitsiyamni aytib kelyapman. Kimdirlar bear market kutyapti. Mayli keldi ham deylik, efirim yana bitta tushdi deng. Pastdan oling. Siz uzoq muddatga olyapsiz, qisqa muddat emas, short term emas, long termga olyapsiz. Uzoq muddatga oling, bu naborot yaxshi emasmi sizga 1000 dollarga tushishligi? Bilamiz bu coinlar qanaqaligini. Davlatlar, BlackRock'lar, katta gigant kompaniyalar buni o'z zaxirasini efirim bilan to'ldirishni boshlayapti. Ya'ni bu degani Bitcoin yig'di kerakligicha. Endi efirim yig'yapti. Bu degani uzoq muddatga efirim bemalol 5000, 8000, 10000 dollarda zabt etadi degan. Bugun emas faqat, ertaga emas yoki 2026 boshiga emas. Siz uzoq muddat next targetni ko'ring katta time frame'larda. Hozir olishlik uchun shikalant narx deb bilaman. Bunda ham efirimda ham umumiy holat. Qisqa muddatda ham efirimda kuch bor. Yaxshi ketyapti efirim. Buni adashmasam kanalga tashlamagandim, lekin nimalarga tashlagandim shekilli efirim BTC'da. Bunda kuch bor. Xudo xolasa efirimda bitta nima kutaman, ya'ni ATH kutaman deb aytgandim. Chunki bunda yuqorida hali test qilinmagan joylar bor. Maydalab tushib kelyapti. Bozor oqqanda ham bu unchalik oqqani yo'q. Shuning uchun bu yerda ahamiyat bering. 2 haftadan beri pastda bu yerda range qilib yuribdi va bugun mana kuch kiryapti. Nasib mana shu trendlarni breakout qilib bersak, efirim Bitcoin tushadimi, bozor tushadimi, u narsaga qaramaydi-da. Nasib Xudo xohlasa bemalol mana shu joylarga chiqib bersak, bu degani efirimimiz bemalol 4000 dollarlarda olishiga harakat qiladi degan. Hop, hammaga qiziq bo'lgan narsa USDT dominans. Buni esinglarda bo'lsa, Allohning fazli bilan o'tgan safargi live'imizda aytdim. Ya'ni bizda ahamiyat berini mana bu joydan boshlab chiqib ketdim. Ya'ni bizda bitta qattiq fitil bilan o'tgandan keyin 5-6 hafta yuqoriga yurib turib, keyin bozor nima qiladi? Pastga qarab tushib ketgan. Ya'ni bu yerlarda hisoblab berdim. Mana bitta otda 1, 2, 3, 4, 5, 6 hafta yurdi-da, sekin pastga qarab kuch oldi. Bitta fitil bilan uzun otdi, undan keyin 1, 2, 3, 4, 5 o'tgan hafta shu 6-hafta edi. Ya'ni bu yerda ahamiyat bering. Birinchidan range high deb turibmiz va 6-haftaga to'g'ri kelyapmiz. Bu yerdan kutdikki, mana shu range highlardan, ya'ni 6.5, 6.3lardan mana bu likvidni olgandan keyin ham qaytishi mumkin deb 6.3 yoki mana range highdan keyin 6.5lardan reaksiya berishini kutdik. Va alhamdulillah hozirchalikka reaksiya bor. Endi bu misol uchun hozir birdaniga mana shu joydan to'g'ri tushib ketadi deya olmayman. Chunki bu impuls bilan o'sgan, lekin bir orada tushib, mana bu joylardan kuch olib, ya'ni yuqoriga biroz chiqib, shunda bizda M pattern ham bo'ladi.
ya'ni bundan keyin yana biroz pastroqgacha tushishimiz mumkin. Ya'ni 5% va yana pastroqqa tushadigan bo'lsak 4%gacha tushishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni USDT dominansda. Agar bu 4%gacha tushadigan bo'lsa, bilingki bizda bozorimiz juda yaxshi holat bo'ladi. Endi buni albatta bugun demayman. Ya'ni bu yerda haftalik analiz, yana aytyapman, bir hafta, 2 hafta tushib, undan keyin yana 1-2 hafta o'sib, ya'ni bu degani 2026 yanvar, fevrallarga to'g'ri keladi. Yoki rosa cho'zilsa, bu yerda range qilib yurib, bitta yana bitta yuqorisini oladi-da, shu gedayda 2026 bahorlargacha cho'zilib ketish qolishi mumkin bo'ladi. Ana undan keyin mana bu FVG ga ham bitta test qilib, ya'ni 7%larga, keyin shu bilan yana pastroqqa tushishimiz mumkin degani. Ana shunda bizda bozorimizda mini alt sezon boshlanadi degan. Endi hozirgi kunda faqat USDT dominans emas, misol uchun hozirgi kunda bilyapmiz, ya'ni USDC bor, ya'ni bu Amerikaga tegishli bo'ladi USDC. Uni ham ko'proq nima qilishimiz kerak degan. USDC dominans ham market cap'i anchagina o'sib qoldi. Shuning uchun bularda ham bir qator analiz qilishlikda maslahat beraman. Faqatgina USDT ni o'zini qilmasdan. Ya'ni USDT da ham misol uchun ahamiyat bersangiz, bu yerda bunda ham texnik tarafdan imbalans bor, hali FVG ga test qilinmagan va bu yerda ham ketyapti, ya'ni buni olgani ketyapti. Bu ham biroz misol uchun USDT ham shu 3%larda olgandan keyin yana biroz pastroqqa reaksiya bersa, bunda ham USDT dominansda ham umumiy tushishlik boshlansa, bu degani bosilayotgan pullar, insonlarda pullari, katta kitlarda pullari hammasi qayerga? Bozorga kiryapti degan. Bozorga kirganda ham qaysilarga? Albatta birinchi Bitcoin, Ethereum. Ethereumdan keyin misol uchun Bitcoinga kirmasa ham, Bitcoin shu 95 ming bilan 110 ming o'rtasida range qilib bersa ham, Ethereumga pul normalniy kirib bersa, ya'ni Ethereum $4,000 yuqorisiga chiqib bersa, bilingki Ethereumdan keyin qaysilar yuradi? Altcoinlar yuradi. Altcoinlarga pul kiradi. Mana shu davomida, ya'ni bu coinlarimiz, USDT'larimiz ham bizga pastga korreksiya qilib beradi va bozorlarimiz bitta yana qattiq o'sib beradi. Ana undan keyin yana bizda dalsha, ya'ni bunda analiz qilsak ham bitta pastroqqa tushib, mana bu likvidlarni olib, order blokdan kuchilib, keyin yana dalsha yuqoriga ketishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Buni голосовойda tushuntirgandim. Oxirgi ralli deydimi? Shu narsani kutyapman deb. Hali oxirgi ralli kelgani yo'q bozorda. Hali bozorda, ya'ni bear market ham kelgani yo'q, meni hisobim bo'yicha. Makroekonomika taraflardan ham shu holat. Ya'ni может Bitcoin misol uchun mayli boya aytganimizdek Bitcoin o'sib ATH qilib bermasin. Bitcoin o'sib shu 100 ming, 110 ming dollar orasida shu joylarda accumulation qilib yurib bersa ham, ungacha bozorda Ethereum bitta ATH qilib, altcoinlar bitta o'sib bersa, ana shunda oxirgi ralli deb qabul qilsak bo'ladi bu narsani. Nima uchun desa, chunki bozorda misol uchun Fed foiz stavkalarini tushirsa, inflyatsiya tushsa, bularda nima bo'ladi? Pul bosishlikka imkoniyat bo'ladi. Pul bosishlikdan oldin yoki pul bosishlikdan oldin bozorda har doim qattiq flash bo'lgan. Ya'ni tarixdan ko'rsangiz ham nimadir bahona chiqaradi-da. Shu bilan keyin haqiqiy nima bo'lishi mumkin bo'ladi? Tushlik bo'lishi mumkin bo'ladi. Bitcoinda ham, Ethereumda ham umumiy kripto va aksiya bozorida. Nima uchun desa, buni oddiy mana bitta osonroq qilib tushuntirishlikka harakat qilaman. Ya'ni S&P 500. S&P 500. Hop, S&P 500 da, ya'ni S&P ni o'zida bizda gap qolib ketgan mana bu joylarda. Mana bu joylarda to'ldirilmagan gaplar qolib ketgan. Ya'ni bu narsa misol uchun yuqoriga chiqyapti-da, aksiya bozori, mana ahamiyat beringlar, 10-oktyabr kuni bitta tushgandan keyin aksiya bozorlari nima qildi? Yana maksimumini yangilab ketdi. Lekin kripto bozori hali yangilagani yo'q. Bundan keyin aksiya bozorlari yana tushdi. Hozir yuqorida gap bor. Buni texnik analiz qilsak, bu gapni yopgandan keyin bunda bitta tushlik bor pastroqgacha. Va bu gapni yopgani chiqqunga qadar yoki bu gapni yopgandan keyin mana shu joyda bir kunda range qilib yurgunga qadar Bitcoin, Ethereum, umumiy kripto bozorida bitta o'sishlik bo'lsa, balki oxirgi ralli boshlanib ketar. Bitta o'sishlik bo'lsa,
ana undan keyin bozorda qattiq tushishlik bo'lishi mumkin bo'ladi. Shunda aksiya bozorlari ham va kripto bozorlari ham tushadi. Ana undan keyin misol uchun deylik, inflyatsiyani tushirdi deylik, nimadirlarni bahona qiladida, aksiya bozorlari qattiq qulasa, Amerika pul bosishni boshlaydi. Ana undan keyin haqiqiy o'sishlik keladi. Men aytaman, hozir risk qiladigan joy deb buni aytib kelyapman. Lekin bu safar o'sib bo'lgandan keyin risk qilishlikni maslahat bermayman. Chunki balki oxirgi o'sishlik bo'lar, ya'ni shu yil uchun, balki 2026 boshi uchun. Undan keyin bozorda bitta yana qattiq tushishlik bo'lsa, keyin Bitcoin'da men ham kutishim mumkin. O'sha 60 ming, 50 ming, 40 ming vaziyatga qarab, support joylarga qarab, levellarga qarab aytishimiz mumkin bo'ladi. Ungacha esa bozorda men mana shu 90 ming dollardan beri, ya'ni mana FVG fulfill qilib, mana liquid olgandan beri, ya'ni bu yerdagi likvidni olgandan beri 91 ming ekan. 91 mingdan beri men bozorga kirib kelyapman. Bozor kiryapman, bozor kiryapman, bozor kiryapman, bozor kiryapman. Va kutyapman. Hali sotganim yo'q narsalar. Hali bittalar foydada, bittalar minusdan chiqam, bittalar minusda hali. Lekin sotganim yo'q. Men bu o'sishlikda foydalanib olsam, keyin naqdga chiqib, keyin uzoq muddatli pozitsiyalarimni yopib, qisqa muddatli pozitsiyalarga o'tishim mumkin. Ya'ni stop bilan umumiy pullarimni qisqa muddatli savdoga o'tishim mumkin bo'ladi. Lekin men buni oldindan beri aytib kelaman. Mana bu bozor o'qishdan oldin o'rta muddatga men juda ko'p coinlar olganman. U coinlar hozirchalikka bir 60%, 70% hali minusdan chiqqani yo'q. Ular turibdi. Ularni sotmayman. Ya'ni men uzoq muddatga olganman ularni. Ularni sotmayman. Misol uchun kimdir uzoq muddatga olgan bo'lsa, ertaga mana oxirgi o'sishlik deyapti, potensial. Ertaga o'ssa ularda minusda bo'lsa ham sotib yuboraymi desiz, men sotmayman. Chunki men uzoq muddatga olganman va pastga tushsa nasib ularda yana qo'shib olaman. Ya'ni men ularda bir oy muddatga olmaganman yoki 10 kun muddatga olmaganman. Yillar kutishga ham tayyorman men. Yillar kutishga ham tayyor, o'shanga tayyor bo'lib olganman. Shuning uchun kimdir misol uchun o'rta muddatga yoki uzoq muddatga olgan, deylik hozir minusda yotibdi, ancha minusda yotibdi. Bu ertaga oxirgi o'sishlikda u deylik bir 20-30% minusga chiqdi, baribir minus qoplanmadi. Nima qilasiz? Sotib yuboramiz desa, men xosatan nima qilaman? Sotmayman. Endi kimdir qo'rqib, misol uchun riskini o'zi boshqaraman desa, sotib yuborsa bo'ladi. Lekin men kutaman, yana bitta tushsa pul bo'lishdan oldin ana shu coinlarga pastdan yana qo'shib olaman. Shu bilan nasib keyingi o'sishligida uzoq muddatga qo'yib yuborsam bo'ladi deb o'ylayman. Alloh alam. Umumiy mana bularda ham analiz qilganmiz. Ya'ni o'tgan safargi darsimizda total, misol uchun total 2larda bularda ham analiz qilganmiz. Va bizda ko'proq kuzatinglar deb turib, mana Ozersni aytganman. Bu Ozersda misol uchun kursdagilarga jamoaga tashlaganman analizini va sizlar bilan live o'titganda ham bu narsani ko'rsatdik o'tgan safar. Ozers, ya'ni altcoinlar o'sishligi. Xo'p, altcoinlar hozirchalikka mana shu kanal bo'yicha kelyapti. 5-tochkaga keldi. Endi bu yerdan yuqoriga qarab, ya'ni bu 0-tochka, bu 1, 2, 3, 4, 5 qilib nasib chiqib ketishligini kutaman. Undan oldin bizda qarshilik bo'ladi shu 230 ming, 230 milliard va 250 milliard zonalar biz uchun yaxshigina qarshilik zonalar hisoblanib beradi. Ya'ni bu degani altcoin olganmisiz, mana shu joylarga kelganda biroz savdolarga ehtiyot bo'lib turasiz degani. Alloh alam. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman va foydali bo'ldi deb o'ylayman.